barchaga men Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti biologiya va ekologiya fakulteti birinchi kurs magistr talabasi Mirzajonova Parizodaman. Biz jamoamiz bilan birgalikda bio podkast loyihasiga qo'l urdik. Ushbu loyihada professor o'qituvchilarimizdan jonli intervyular olib boriladi. Bio podkast loyihasining dastlabki sonini tuproqshunoslik kafedrasi qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi professor Abdurahmonov To'xtasin Abdurahmonovich bilan olib boramiz. Assalomu alaykum ustoz, sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Va alaykum assalom. Men tuproqshunoslik kafedrasining professori Abdurahmonov To'xtasinman. Men shu dargohga kelishimga asosiy sabab geologiya sohasidagi yirik olimlarning maqolalari, kitoblarini o'qib shu qiziqish meni uyg'otgan. Shu yirik olimlarni havas qilib Milliy universitetga va O'zbekiston Milliy universiteti hozirgi o'sha undan 55-56 yil avval Markaziy Osiyoda yagona oliy o'qituvchilardan bo'lishi ham ko'pchilikni qiziqtiradi, jumladan meni ham. Endi O'zbekiston Milliy universiteti sizlarga ko'pchilikka ma'lum, Markaziy Osiyodagi eng keksa oliy o'quv yurtlaridan bittasi. Bu nafaqat O'zbekiston uchun, bu Markaziy Osiyo davlatlari, hatto xorijiy davlatlar uchun malakali kadr tayyorlab. Bu universitetda xorijiy davlatlarda olimlarni tanishi O'zbekistonda ilmni o'chog'i manbai shu Milliy universitet. Eng dunyo tanigan, maktab yaratgan olimlar shu universitetda ishlaydi. Ko'p yillar lektor bo'lib ishlagan. Ozod Sharafutdinov, o'rta O'zbekiston qahramoni ham shu O'zbekiston Milliy universitetidan chiqqan. Endi biologiya ayniqsa fakulteti o'zini tashkil bo'lgandan beri nomlarini o'zgartirib kelgan. Deyarli universitetda yoshi bilan teng. Oldin matematika fakultetida, keyin biologiya fakulteti tarkiblarida bo'lgan. Keyinchalik 1931 yil biologiya tuproqshunoslik bo'lib, fakultet mustaqil bo'lib ajralib chiqqan. Shu fakultetda ham dunyo tanigan olimlar o'qigan va faoliyat ko'rsatgan. Bugungi kunda ham biologiya fakulteti, mana hozirgi kunda biologiya va ekologiya fakulteti deb ataladi. Lekin xalqaro hamkorlik ham juda yuqori yo'lga qo'yilgan. Bir nechta xorijiy davlatlar, masalan 2009-2018 yillarda Erasmus Mundus loyihasi bo'yicha juda ko'p ish qilyapmiz. Kasiyasiga dotsent Faxruddinova koordinator bo'lgan. Temur loyihasiga men koordinator bo'lgan. 2009 yil bilan 2018 yilgacha 49 ta yoshlarni bakalavr, magistr, doktorant va o'qituvchilarni 49 tasini eng rivojlangan Yevropa mamlakatlarida 13 ta davlatiga biz yuborganmiz. Bakalavrlar 1 yilga, magistrlar 2 yilga, doktorantlar 32 oyga, professor o'qituvchilarni 1 oydan 3 oygacha. Ham malaka oshirishgan va u yerda o'qishgan, texnologiyalarni o'rgangan. Shu nuqtai nazardan o'sha hamkorligimiz hozirgi kunda ham davom etib kelyapmiz. Birgalikda xalqaro grantlar bajarganimizga va bugungi kunda ham bizni ichki grantlarda ular hamkor sifatida ishtirok etadi. Orol dengizini qurigan tubida innovatsion grant loyihani bajardik. Hozirgi kunda bitta fundamental, bitta amaliy grantlar kaydalarini bajardik. Bu yerda ham xorijiy davlatdagi hamkorlar bilan birgalikda. Endi shu tuproqshunoslik yo'nalishiga shaxsan to'xtaladigan bo'lsak, ularda ham yosh universitetda yoshi bilan teng. Bu universitet tashkil bo'lganda 2018-yil birinchi kadr chiqarganda 5 yildan keyin. Bu 2023-yil 1923-yil 14 ta qishloq xo'jalik bo'yicha kadrlar tayyorlashgan. Tarixi juda chuqur demoqchiman. Bugungi kunga qadar 50 dan ziyod fan doktorlari, 100 dan ziyod fan nomzodi PhD doktorlari tayyorlab kelgan.
bugungi kunda ixtisosli kengash ham bor fakultetda. Tuproqshunoslik bo'yicha mana qancha sharoitlar yaratildi. Endi men sezib turibman, yana bitta savolinglar bor edi. Nomdor stipendiyatlar ham chiqqanmi? Haqiqatdan oldinlari chiqqan. Bu sal boshqacharoq aytiladi. Prezident stipendiyasi, nomdor stipendiyalari sobiq ittifoq davrida ham chiqqan. Oxirgi yillarda Beruniy davlat sovrindori bo'ldi qizimiz. Shu yil ham bir yigitimiz prezident stipendiyasi topshirdi, lekin ayrim kamchiliklar bilan oxirgi bosqichga yeta olmadi. Shunaqa intiluvchan, harakatchan yoshlar bor, ichida bor. Endi yana bir bermoqchi bo'lgan savolinglar, bakalavrlarni qanday qilib shu yo'nalishga qiziqtirish kerak degan savolni o'yladinglar menimcha. Bu bo'yicha meni shaxsan fikrim, ustoz shogird tizimini yana ham takomillashtirish kerak. Fakultetlarda to'garaklarni rivojlantirish kerak. Men shaxsan hozirgi kunda to'garak masalasida ko'tarilganda biokimiya kollej to'garakni qo'llab-quvvatlayman va qutlayman. Xalqaro darajaga olib chiqdilar. Xorijiy davlatlarda kuchli olimlarni jalb qilyapti. Bu to'garakda nafaqat bizni biologiya fakultetini talabalari, yosh olimlar qatnashgan. Tibbiyot akademiyasidan va viloyatlardan ham Zoom orqali kelib ishtirok etishgan. Hattoki Tojikiston davlatidan kelib qatnashganlarni ham bilmoqman. Boshqa kafedralar ham to'garak hammasida bor. Shu darajaga olib chiqish kerak. Shunda ko'lami bo'yiq ilmga qiziqtirish ko'lami kengayadi. Endi meni shaxsan bir taklifim, bu g'oyani men rahbar bo'lib ishlaganman, ko'targanman. Bir 3 yil 4 yil yo'lga ham qo'yilgan. 3-kursdan emas, 2-kursdan keyin talabalar bilan rahbariyat, kafedra mudirlari, shu ustozlar ko'proq muloqot o'tkazish kerak edi. Shu talabalarni keyingi tugatgandan keyingi bosqichini bir o'rganish kerak, ularni yo'naltirish kerak. Ko'pchilik ta'limga boradi, ya'ni maktablarda dars berishni o'rganadi. Ayrimlari ishlab chiqarishga borishni rejalashtiradi. Ayrimlari magistratura kelib faoliyatini davom ettirish, ya'ni ilm bilan shug'ullanishdi. Shularni aniqlab 3 ta guruhga ajratib fakultativ darslar tashkil qilish kerak. 20 soat, 30 soatlik. Maktabga boraman deganlarga alohida dars asosida o'rgatish kerak. Zamonaviy texnologiyalar Yevropa mamlakatlarida qanday qilib o'rgatyapti? Maktabda o'qituvchi bo'laman. Mana prezident maktablari juda yaxshi natijaga erishilyapti. Chunki xalqaro tanlovlarda mana ko'plari yuqori o'rinlarga egallayapti, sovrindor bo'lyapti. Shularni yana kengaytirish, rivojlantirish uchun shularga yangi texnologiyalarni fakultativ darslarda o'rgatish kerak. Endi 2-guruh ishlab chiqarishga boraman deganlar. Ular to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish bilan bog'lash kerak. Ular bilan uchrashuvlar o'tkazish kerak, ulardan chaqirish kerak, seminarlar tashkil qilish kerak. Imkon bo'ladigan bo'lsa, ulardan 0.25 yarim stavka ishga o'sha joyga joylash kerak. Ularda kafe, restoran, to'yxonalarda emas. Chunki oliy ma'lumotli mutaxassis bo'ladi. Har kuni bitta narsa o'rgansa ham, bir yilda bilasizmi, 365 kunda qancha narsani o'rganadi. Bitta narsa. Shu yerda ishlab chiqarishni usuliy bog'lash kerak. Shuning uchun ta'lim, ishlab chiqarish, ilm uzviy bo'lish kerak. Endi bu yerga maktab ta'lim bilan shug'ullanadiganlarda shu hududlarda, yaqin bo'lgan hududda maktablarga ishga joylash kerak. Ularni ham boyaga aytganimdek, ya'ni yoki nima deydi, Korzinka yoki Avaz degan joylarga emas. Ilm bilan shug'ullanaman deganlarni ilmiy tekshirish institutlariga, Fanlar akademiyasiga, turdosh institutlarga borish kerak. Ulardagi loyihalarda, xo'jalik shartnomalarida bular ishtirok etishi kerak. O'shalardan pishib ketish kerak. Shundagina biz o'ylagan malakali kadr tayyorlab olamiz. Endi bakalavrdagi yoki magistrlardagi kamchiliklar. Men rahbar bo'lganda sal uzoqroqda ekanman. Chunki kirardim, qisman gaplashardim. Mana bu yerda endi to'liq shular bilan
ham magistrlarga rahbarligim bor, ham bakalavrlarga. Mana hozir 4ta yo 5tasi bitta guruh mana biriktirilgan. 5ovi ham bir-biridan farq qiladi. Ular ichidan sal kuchliroqni ajratib olib, shuni lider qilib turib oz o'rgatyapmiz. Mana shogird Shohruh bilan birgalikda. Mana bugungi kunda endi adabiyotlar sharhidan ishlashni o'rgata oldik. Qanday qilib bu? Mana obyektni olgan, mavzuni olgan bor. Bu yerda qaysi olimlar ishlagan? Oldin dunyoda bu mavzu bo'yicha, muammo bo'yicha qaysi olimlar ishlagan? O'zbekistonda qaysi olimlar ishlayapti? Nimalarga e'tibor berish kerak bugungi kunda? Shularni asosiy deylik ishlarini sharhlashni endi o'rgatdik. Uni asosida foydalangan adabiyotlarni shakllantirishdi. Endi xuddi shunaqa kamchilik magistrlarda ichida ham chiqadi. Magistrlarda ichida. Ularni ham xuddi shunday o'rgatish kerak deb o'ylayman. Boya keyin yana bitta mavzuni menimcha sizlar o'yladinglar. Aytishda lozim topdinglar menga. Ya'ni mavzu masalasida. Mavzuni bir o'qituvchi berib shundan chegaralanmaslik kerak. O'qituvchi tavsiya qilib, taklif qilib mavzuni berish kerak, kafedrada muhokama qilish kerak. Iloji bo'lsa kengaytirilgan muhokama qilish kerak. Birinchidan oldingi yil qilinganlarning takrorlanmasligi kerak. Yangi mavzular bo'lishi kerak. Yangi texnologiyalar bo'lishi kerak. Mana shularda deylik, ishlashni ularni o'rgatish kerak. Mana ya'ni biologlar bo'lsa, men biokimiya, biofizika institutimizdagi 3-kurs emas, 3-kursda bakalavrdagi ayrim darslar o'shaga qo'yib berish kerak, o'shada o'tish kerak. Magistraturaga keyin qiz o'shaga boradi, shu biokimiya darsligi bo'yicha davom ettiradi. Magistraturada ham mana mavzularni keyinroq tanlash ham katta xatolik. Birinchidan o'sha bakalavr davridan, bakalavrda boshlagan ishini kengaytirib magistraturada davom ettirish kerak bo'ladi. Shu mavzular bankiga mana 3-kursda mavzu berdim professor o'qituvchi. Magistraturada shuni kengaytirib, kuchaytiribroq bankiga ham kiritib qo'yish kerak. Shu obyektda shuni chuqurlashtirib o'rganib ketish kerak. Ana bu yerga doktoranturada ham xuddi viloyatlardan, boshqa yerdan kirgan doktorantlar mavzusini rahbarini kechish tanlayapti. Ular ham deylik, viloyatdan bo'lsa ham bu yerda aloqani mustahkamlash kerak. Ya'ni bog'lanish kerak kafedralar. Biz o'qigan mahalda adabiyot sharh shug'ullanishi Moskvaga borardik, Kiyevga borardik, Rostovga borardik, kutubxonada poylab o'tirardik. Ayrim adabiyotlarni kutardik. Hozir xonada o'tirib dunyoni istagan joyi manbasidan foydalanish kerak. Lekin to'g'ri, maqsadli foydalanish kerak. Shunga o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganimki, agar Qarshi universitetida bakalavrini tugatayotgan talaba Milliy universitetga, masalan, magistraturaga kiradigan bo'lsa, oldindan bu aloqani o'rnatish kerak. Men bitiryapman. Mana meni hududimda mana qanaqa muammolar bor. Shu mening mutaxassisligim bo'yicha. Shunga qanaqa mavzu tavsiya qilar oladi deysiz. Oldindan bitiruv malakaviy ishini boshlab o'sha bu yerda magistraturada shuni davom ettirsa, magistraturada bir 70% doktoranturani ishini qilib olish kerak. Shunda bir yilda himoya chiqib ketsa bo'ladi. Bir mahallar shu texnologiya deyman. Usulda men universitetda qo'llagan. Universitetdan matematika, xorijiy filologiya, biologiya eng iqtidorliklarini 42tasini yutganman magistrlarda, bakalavrda. Shulardan xuddi shunaqa muloqot o'tkazib turib, shularga shu mavzuni davom ettirib, matematiklarda bir yilda himoyaga doktor kandidatskiy ishini olib chiqqanmiz himoyaga. Bir yilda. Biologiyada genetika kafedrasini qizimiz hozir familiyasini yodimdan ko'tarib qoldi. 1 yil 8 oyda himoyaga chiqqan. Menimcha genetika institutida ishlayapti shekilli, yo seleksiyada o'qiysiz. Aynan biz sohada mana shogirdim, mana kafedramda biologiya fanlari doktor professor Jobborov Zafar Abdukarimov. Mana shogird. Bakalavrdan olib chiqqanman, fan doktori bo'lguncha. O'sha mavzu hattoki menga bir kirib bakalavrdagi ishini tekshirib berib ko'rganim olib chiqib menga qo'limga ko'rsatdi. Yanada bir 3 yil to'ylar. Doktor bo'lgandan keyin. Shuni kengaytirdik. Magistraturaga tema qilib berdim. Undan keyin Minbuloqda deylik, neft qazib olishda avariyaga uchrab 200 gektar yer neft bilan ifloslandi. O'shaga borib kelib, o'sha temani kandidatskiy tema qilib berdim. Shu bilan
bitta patent oldik unga, 3 ta shtam ajratdik. Agar neft bilan ifloslangan tuproqni tabiatni o'ziga qo'yib qo'ysangiz 60 yilda tozalab eski holatiga keltirib beradi. Biz ajratgan 3 ta shtam 32 oyda eski holatiga keltirib beradi. Katta ish. Bu eng kuchli ifloslangan neft bilan tuproqni 60 yil qishloq xo'jaligi oborotdan aylanmasdan chiqib turadimi? Boyagi shtam 3 tasini qo'yib yuborsak, bu yerga tegishli o'simlikni ekib, ya'ni muhitni yaratib 32 oyda shu holatga keltirib beradi. O'sha temani endi kengaytirib, bu Namangan viloyatida bitta mumlo misolda Kengedasi keladi. Janubiy rayon, ya'ni neftni eng ko'p tarqalgan 7 ta regionga ajratilgan bo'lsa, Surxondaryo, Qashqadaryo regionini ham qamrab oldi, doktorskiy ish. Boshqa yo'nalishlarda ham mana shunday qilish kerak demoqchiman. Bolalarni qanchaki qiziqtirib, to'g'ri yo'lga tushuntirsangiz, bolalarda qiziqish oshaveradi. Bizdan g'oyani berish kerak, ustozlar. Yo'lga tushish kerak, maslahat berish kerak. Ularni o'zini ishlatish kerak. O'zi ichiga kirib ishlasagina bir narsaga erishasiz, bir natijaga erishasiz. Hozir kafedrada 4 ta loyiha bor. 4 ta loyiha. Bir vaqtlar bitta ham bo'lmagan. Bu yerda bir qator talabalar ishtirok etyapti. Mana 3-kursda 408 laboratoriyaga kirsangiz, oholatki butun analizni shular qilyapti. Oylik ham olyapti. Maqsadli-da. O'shalar hammasi magistraturaga kiradi. Magistraturaga bu metodlarni o'rganmagan talabalar ishini mana hozir 2-kursda ham ayrimlari qilmaganlari bor. Ular bir oyda magistraturada butun qiladigan laboratoriyani o'tkazib chiqib ketadi hozir. Hammasini o'zlashtirib olyapti. Uni boshqaryapti. Yana bitta amaliy grant Samad degan o'qituvchimiz, demak u Muhammadiyev, u rahbarligida davom ettiryapti. O'sha Orol dengizining qurigan tubida 3 ta biz poligon qurdik. Bu degani tajriba uchastkalari. Birida o'simliklarni o'stirib, yetishtirib olib, endi eng haligi sharoiti, tuproq iqlim sharoiti og'ir bo'lgan uchastkalarda buni o'stirib davom ettiryapmiz. Mana shu xorijiy mana hamkorlar ham bizga safdir o'sha. Birgalikda shu loyihada ishtirok ham etyapti. Mana Kattaqo'rg'on bo'yicha ham deylik. Mana shu yaqinda chop qilingan mana 2025, mana 26-yil monografiyada. Bu nimasi? Kafedralarda professor o'qituvchilar faol bo'lsa, doktorantlar, talabalar faol bo'lsa, shunaqa tanlovlarda loyihalarda yutilsa, loyihalarda asosan 40% moliyasi ajratilgan moliya. Asbob uskunalarga ajratadi. Laboratoriya boyidi. Mana istagan laboratoriyaga bir kirib ko'rsanglar, havas qiladi. Oldinlari bir 10 yil, 15 yil buni orzu qilardik. Voyet, u yerda kim ishlayapti? Talabalar ishlayapti, magistrlar ishlayapti, doktorantlar ishlayapti. Oldin ishlab chiqarishda zamonaviy uskunalar bor edi, bizda yo'q. Biz mutaxassis tayyorlab chiqaramiz deb uyga borsa buni ishlata olmasdi. Katta muammo edi. Muammo edi. Shuning uchun ustoz, bu ham bir katta yutuqlardan biri, chunki bu kitob chiqarish yoki ilm qilish oson emas. Endi biz ham magistrga kirgandan keyin o'zimiz ham bilyapmiz, bu oson emasligini, qanchalik mashaqqatligini, bitta tajriba qo'yish uchun qanchalik kunini rejalashtirishingiz kerakligini, boshqa hammasini endi bilib boryapmiz. Va bu yerga qadar yetib kelganingiz, bu shu darajada kitoblar chiqarish, bu o'z aslida katta bir mashaqqat desak ham bo'ladi. Biz shunchaki kitob ko'rib turibmiz, lekin buni ortida qanchalik mehnat, qanchalik insonlarning mehnatini ko'rishimiz mumkin. Rahmat kattakon, bugungi suhbatimiz juda ham qiziq bo'lib o'tmoqda. Bergan bilimlaringiz, bergan tavsiyalaringiz, xudo xolasa, shu magistr va bakalavrlar uchun juda ham qo'l keladi va ular uchun manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Ustoz, agarda siz hozir 1-kursingizga qaytib qolganingizda o'zingizga nima degan bo'lardingiz? Voy, bu men uchun armon. Bilasizlarmi? Agarda men 1-kurs talaba bo'lganimda, o'sha kundan borib ingliz tilini mukammal o'rganardim. Bu bizning bitta kamchilik. U davrda buni zarurati bo'lmagan. Rus tili, o'zbek tili yetarli bo'lgandi. Biz asosiy rus tiliga berganmiz. Rus tilida leksiya o'qiganmiz. Rus tilida ishlaganmiz, muloqot qilganmiz. Zamon o'zgarib boradi. Bugungi kun ertaga tarix. Shuning uchun zamonga qarab boqish kerak edi. Tilni qanchalik ko'p bilsanglar, bu dunyoni kaliti sizlarda bo'ladi. Bahodirov degan tuproqshunos olim bo'lgan o'tgan. Hozir hayot bo'lganda 117 ga kirgan bo'lardi.
ular shu kafedrani tugatgan, shu universitetda shu yerda o'qigan, o'zi tuproqshunos, lekin 5 tilda bilgan. 5 ta tilda bilgan. Bu ingliz tili, fransuz tili, arab tili, fors tili tillarni bilgan. Professor tuproqshunoslik bo'yicha. Hozirgi xorijiy filologiya fakulteti bor-ku. Bu ham o'zini vaqtda nomlarini o'zgartirib kelgan. Bundan oldin Romana Germanskiy bo'lgan. O'sha fakultetda ingliz tili kafedrasi mudiri bo'lib ishlagan. Arab tilini, fors tilini biladi, lekin ingliz tilini ham biladi. Tuproqshunos. 110 liga juda katta o'tgan. Men o'zim bitta yaxshi maqola yozib berganman. Bu insondan, olimdan bizga qolgan yodgorlik nima bilasizlarmi? Tuproqshunoslik bitta darsligini ham yozgan. Tuproqshunoslik darsligini. Shu universitetda bu kafedrada tuproqshunoslik darsligi deyarli yozilmagan, qo'llanmalar yozilgan. Shu Bahodir, Pankov, keyin Samarqandda Bog'boqo'jayev deganlar yozgan. Mana 2024-yil shu tuproqshunoslik darsligini ham biz chop qildik. Tuproqshunoslik asosligini yozganman men, tuproqshunoslikka kirishni yozganman, lekin darslik bu ham Farg'ona universitetini demak professorlari bor, kafedra mudirlari va bizni kafedradagi bizni shogirdlarimiz mana birgalikda bu yozilgan katta darslik. O'sha Bahodirdan qolgan yodgorlik bu bizga yozishga bir bu maktab ham bo'lgan. Ikkinchisi bu insonni fors, arab tillarini bilishi biz mana tuproqshunoslik kirish darsligini yozishda bergan yordami. Ular Beruniyni aytgan gaplarini, ayrim fikrlarini o'zbek tiliga, bizni tilimizga o'girib, fors tilidan, arab tilidan bizga qulaylik yaratib berdi. Beruniy 1000 yil oldin javohirlarga oid degan asarida tuproqning klassifikatsiyasiga asos solib ketgan. Ayniqsa tuproqni mexanik tarkibini klassifikatsiyasini aytib ketgan. Bu 18-asrda Yevropadan endi tuproq mexanik tarkib bo'yicha klassifikatsiya yaratilgan. Keyinchalik Rossiyada Kachinsky tomonidan. Agarda shu inson bo'lmaganda biz buni bilmasdik, bu ma'lumotlarni. Buni bilmasdik. Ular nima degan? Klassifikatsiya. Tuproq zarrachalar toshlardan, qumlardan, to'zonlardan, loylardan iborat degan. 18-asrga kelgandagi Yevropa olimlari, keyin Rossiya olimlari uni qisman o'zgartirgan. Toshlardan, shakarlardan, qumlardan, ular to'zon deganni, bular changlardan degan, bular loy deganni illardan degan. Deyarli farqi yo'q. Deyarli mazmun bir xil. Ko'rdinglarmi? Qanaqa ajdodlarimiz o'shanda ko'p qirrali olimlar. Umuman. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat kattakon. Xudo xolasa bu intervyuimiz orqali juda ham ko'pchilik o'ziga motivatsiya oladi. Hattoki men o'zimda juda ham katta motivatsiya oldim. O'zim sizni gaplaringizni eshitib turibmi? Ha, biz ham harakat qilishimiz kerak, to'xtab qolmasligimiz kerak. Biz hali hayot oldinda qanchalik harakat qilishimiz kerakligini o'zimga oldim. Menimcha kuzatib turganlar ham barchasi xulosaga kelishadi. Rahmat kattakon ustoz sizga. Bugun ustoz bilan mazmunli suhbatni ham olib bordik. Suhbatimiz juda ham mazmunli bo'lib o'tdi. Barchangiz uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Nasib bo'lsa, bundan keyin ham ustozlarimiz bilan birgalikda intervyularimizni olib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting va qaysi ustozdan suhbat olib borishimizni yozib qoldiring.